Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Mana keyingi 3 ta modelimiz ham savdoga уже tayyor inshaalloh. Birinchi bosqichi chiqdi bularni ham, birinchi partiyasi. Xo'p, o'sha M001, M002, M022 bu luks, bunda rozetka bilan zapas chexol bo'ladi. Bunisida bo'lmaydi 02 da. O'zi ikkalasi bitta narsa. M003 bilan M033 modelda ham shu mana luks deb yozilgan. Bunda rozetka bo'ladi, bunisida bo'lmaydi. Mana bitta narsa bunda ham ikkalasi. Qolgan ishlatilgan hamma xomashyo, material bir xil. Faqat zapas chexol bo'lmaydi bunda va rozetka bo'lmaydi. Mana bunda o'sha rozetka bilan zapas chexol bo'ladi. Farqi shu. Xo'p. Shuni o'zida mana hozir 5 xil model. Ana kuni 2 xil model tashaganmiz. Xo'p, buni ham hozir orqa tarafdan ko'rinishlarini qo'yib beramiz. Xo'p, mana bu orqa tarafdan ko'rinishi. O'sha doimgidek bu yoq hammasi oddiy narsa bo'ladi. O'sha ikkita yuradigan relis plastmassa, o'rtada shayba, ko'targuvchi, taro, prujina bo'ladi. Bu yerda ortiqcha narsa yo'q. Mana bu ham xuddi shu 001, 002, 022, 003, 033. Mana o'sha zapas o'sha farqi mana tushuntirganimdek, ikkalasida mana farqi. Endi ana kundagida ikkita chiqargan yangi modelni ham aytmanmiz. Mana bular hozir hammasida rezinkali bo'ldi, chexollari. Olib, yuvib yana qayta bemalol ayollarimiz bemalol taqish oladi. O'shaning uchun qulaylik yaratish maqsadida shunga narsani qildi. Ani tasmalida ip uzilib ketish ehtimoli ko'proq ekan. O'shaning uchun tasmalini qilmadi. Mana bu yerda lentali qilayotganimiz ani. Rezinkalini olib yana yuvib yana joyiga qo'ysa bo'ladigan bo'lgan shu variantdan foydalanamiz. Endi buni uje keyingilarda uje oq rangi chiqadi. Hozir 2 xil rangda chiqishi boshlaydi bizda, qora va oq bo'ladi hamma modelimiz. U общий bizda 7 xil model bo'lyapti. Mobilda o'sha 005 gacha bo'lgani. Общий 7 xil model bo'ladi. Faqat mana ikkita modelda o'sha rozetka bez rozetka bo'lgani hisobiga. O'zi aslida 5 ta model. Kimga zakaz kerak bo'lsa, kimga bu mahsulotimiz kerak bo'lsa, oldindan aytsanglar, yozsanglar, xudo xolis tayyorlab chiqarib beramiz. Ikkita upakovka qog'ozda ikkita bo'ladi. Ikkita o'raladi qog'ozga. Keyin borib, bir oylar ichida inshaalloh nasib qilsa, korobkada bo'ladi hammasi. Rahmat e'tiboringiz uchun.